Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bitta yangi xabar eshitib qoldim, o'qib qoldim. Xitoyda dunyodagi birinchi 10G internet tarmog'i ishga tushdi deyapti. Bizda hali 4G, ya'ni 3G bor. 4G turibdi hozir bizda. Eng balandi hozir 5Glar chiqdi, hali uncha yaxshi ishlagani yo'q. Bizda eng balandi o'sha 4G bo'lsa, o'sha ham uncha yaxshi ishlamayapti. Bilasizlar qanaqa ishlayotganini. Xitoyda bo'lsa 10G ishga tushibdi. Endi buni tezligi qanday? Yuklab olishi, ya'ni yuklab olish tezligi 1 sekundga 9834 megabayt tashkil qiladi. Bu qanday desa, bir video 10 gigabayt bo'ladigan bo'lsa, o'sha 10 gigabaytlik videoni siz atiga shu 1 sekundda yuklab olasiz. Ya'ni uzatish 1008 megabayt sekundiga. Ya'ni bir video agar 1 gigabayt bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 gigabaytlik videoni biron bir odamga jo'natadigan bo'lsangiz, 1 sekundda yetib oladi u odamga. 2 soatlik 8K filmni 72 soniyada yuklab olish mumkin. Ya'ni 8K film bu eng yuqori film, eng yuqori format 8K. 2 soatlik 8K film taxminan 90-95 gigabayt bo'ladi. O'sha 90-95 gigabaytni atiga 72 soniyada yuklab olish mumkin ekan. Siz faraz qilyapsizmi? Biz 100 megabaytlik videoni 2 soat 1,5 soatda yuklab oladigan bo'lsak, bu yerda 90 gigabayt, ya'ni 90 ming megabaytlik videoni siz atiga 72 soniyada, 1 minutdan ham ko'proq paytda yuklab olishingiz mumkin ekan. Bizda hozir deganimda Tojikistonda hozir qishloq joylarda eng yuqori ishlayotgan narsa bu o'sha 3G. 4G ga qo'ysangiz ba'zi payt ishlamay qoladi. 3G ishlaydi. 4G ham ja ishlasa soatiga 300-400 gigapiksel ishlaydi. Demak, bu 300-400 gigapiksel bundan 20 marotaba past degani. Xitoydagi hozir chiqqan yangi internet Tojikistonda internetidan 20 marotaba yuqoriroq ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Bizga ham yetib kelib qoladimi shunaqa 4Gdagi, 10Gdagi internetlar? Kommentariyada fikrlarini yozib qo'yinglar. Balki 10 yil, 15 yildan keyin Xitoyda 50G chiqqanda Tojikistonda 10G chiqib qolar.